Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. O'zbekiston TV'da Rossiya elchisi bilan migratsiya masalalari muhokama qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migrantlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, kelishuv va reydlar davomida ularning huquqlarini poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipal ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarini doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi. O'zbekistonlik migrant yigitning Ukraina urushiga majburan olib ketilgani haqida maqola e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Rossiyada qurilishda ishlab yurgan 30 yoshli o'zbekistonlik yigit dam olish kuni ovqatlanib kafedan chiqqanidan politsiya tomonidan ushlangan va sumkasidan giyohvand moddasi topilgan. U narkotik moddalarni politsiya tomonidan tashlab qo'yilganini aytadi. U bir necha kun saqlangandan so'ng qamoq yoki urush o'rtasida tanlov qilishga majbur qilingan. Natijada u majburiy ravishda shartnoma imzolab, Donetsk viloyatiga olib ketilgan. Tayyorgarlik bor yo'g'i 2 hafta davom etgan. U 8 oy janglarda qatnashgan. Yigitning aytishicha, frontda Markaziy Osiyodan, jumladan O'zbekistondan kelganlar juda ko'p bo'lgan. Ayrimlari pul va imtiyozlar va'dalariga ishonib borgan, boshqalari esa postavka yo'li bilan urushga olib ketilgan. U o'z ko'zi bilan ko'rgan voqea haqida 7 nafar o'zbekistonlik bir kunda o'lib ketdi deb aytadi. Frontda doimiy dron hujumlari, portlashlar va jasadlar oddiy holga aylangan. Shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan ayrim harbiylar qattiq jazolanganligini aytadi. Yigit katta miqdorda pul to'lab rus ofitserlarga pora berish orqali jang paytida qochishga muvaffaq bo'lgan. U urushga bormoqchi bo'lganlarni ogohlantirib, pul, uy, joy yoki fuqarolik va'dalariga ishonmaslikka chaqirgan. Uning ta'kidlashicha, rasmiy ma'lumotlarda o'limlar kamaytirilib ko'rsatilsa-da, jang maydonida halok bo'layotganlar juda ko'p. Endi sudlanganlarga Rossiya fuqaroligi berilmaydi. Rossiyada hukumat komissiyasi sudlanganligi olib tashlanmagan yoki bekor qilinmagan chet elliklarga Rossiya fuqaroligini, vaqtincha yashash ruxsatnomasini yoki yashash uchun ruxsatnomani berishni taqiqlashni ma'qulladi. Bu haqda komissiya yig'ilishi materiallariga tayanib TASS xabar berdi. Qayd etilishicha, gap Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga kiritiladigan o'zgartirishlar haqida bormoqda. Keyinchalik aniqlangan olib tashlanmagan yoki bekor qilinmagan sudlanganlik fuqarolik, yashash uchun ruxsatnoma yoki vaqtincha yashash ruxsatnomasini berish haqidagi qarorni bekor qilishga asos bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, qonun kuchga kirishidan oldin hujjatlarni olgan shaxslar ushbu tashabbus ta'sir doirasiga kirmaydi. Bundan tashqari, komissiya yana bir qonun loyihasini ma'qullagan. Unga ko'ra, chet elliklar migratsiya xizmatiga hujjat topshirishda sudlanganlik bor yo'qligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishlari shart bo'ladi. Bunday shartnoma boshqa davlatning vakolatli organi tomonidan berilishi va Rossiyada ariza topshirishdan kamida 3 oy oldin rasmiylashtirilgan bo'lishi lozim. Buxorodagi aeroportdagi noqulay ob-havo sabab Buxoro-Moskva reysi Navoiyga yo'naltirildi. Shuningdek, ob-havo sharoiti sabab quyidagi reyslar ham o'zgartirilgan. Jadval asosida parvoz qiladi. HY 9622 Moskvadan uchish soat 12:20, Andijonga yetib borish soat 18:30. HY 9621 Andijondan jo'nab ketish soat 19:30, Moskvaga yetib borish soat 22:15. HY 9608 Moskvadan soat 23:25 da jo'nab ketadi. Buxoroga soat 05:10 da yetib keladi. Rossiya 30 yildan buyon
sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yumshoq siyosat qo'llagan. Endi ularga qattiq choralar ko'rish zarur. Bu haqda rossiyalik sportchi og'ir vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Nikolay Valyuyev aytdi. Valyuyevning tahdidicha Rossiya tomonidan kelajakda yana bir nechta maxsus operatsiyalar o'tkazilishi muqarrar. U bu borada Rossiyadagina faylasuf deb tan oluvchi Aleksandr Duginning qarashlarini to'g'ri deb hisoblashini bildirgan. Sobiq sportchining ushbu fikrlariga o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev javob qaytardi. U Valyuyev bilan jangga kirishishni taklifini berdi. Menimcha bu sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan. Agar unday bo'lmasa, Valyuyevning kallasini joyiga qo'yish kerak bo'lsa, men tayyorman. Jangdan so'ng u Markaziy Osiyo haqida bunday bemaza gaplar gapirmaydi, dedi u. Chagayev nutqi davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar hozirda yaxshi ekanini, Valyuyevga o'xshaganlar esa buni buzishga harakat qilayotganini aytdi. Xuddi shu sanadan Rossiyaga vizasiz ishlash va o'qishga kelayotgan xorijliklar kelishidan 72 soat oldin RUID ilovasi orqali avval ariza berib, keyin Rossiyaga kelishi shart bo'ladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bu eksperiment muddatini 2027-yil 31-dekabrgacha uzaytirishni ham taklif qilyapti. Eslatib o'tamiz, RUID ilovasida ro'yxatdan o'tib, keyin Rossiyaga kelish tartibi 2025-yil 30-iyundan boshlanishi kerak edi. Biroq ilova ishida kuzatilgan nosozliklar sabab unda ro'yxatdan o'tish va kelishdan oldin ariza berish ixtiyoriy qilindi. Endi ma'lum bo'lishicha, yana majburiy bo'ladi. Rossiyada kuryerlar uchun yangi qoidalar tayyorlanmoqda. RBK nashrining yozishicha, kuryerlik faoliyatini tartibga soluvchi loyiha ishlab chiqilgan. U xususan quyidagilarni nazarda tutadi: kuryerlar reyestrini tashkil etish va u orqali ishlash uchun ruxsatnoma berish. Unda kuryerlarning shaxsiy ma'lumoti, transporti va boshqa uskunasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Kuryerlar tibbiy ko'rikdan o'tishi, ishlash vaqti, me'yor va tezlikka rioya qilishi, ishni boshlashdan oldin fotonazoratdan o'tishi shart bo'ladi. Har bir kuryerning shaxsiy va identifikator reytingi bo'ladi. Kuryerlar buyurtmani bajarish va yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga shaxsan mas'ul bo'ladi. Qoida buzarliklar uchun akkauntni bloklab qo'yishlari mumkin. Yangi talablar 2027-yil 1-sentyabrdan kuchga kirishi mumkin. Hujjatga ko'ra, Rossiya aviakompaniyalari parvoz 30 daqiqadan ko'proq kechiktirilsa, chiptaning to'liq narxini qaytarishi shart. Kechikish sabablari ahamiyatsiz. Ushbu qoidalar Rossiya aviakompaniyalari tomonidan amalga oshiriladigan ichki va xalqaro reyslarga nisbatan qo'llaniladi. Qaytarishlar jarimalar yoki chegirmalarsiz amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari, yo'lovchilar uzoq kutish uchun xizmat ko'rsatish va kompensatsiya olish huquqini saqlab qoladi. 2 soatdan ortiq kechikishlarni aviakompaniya ovqat bilan ta'minlash, uzoqroq kechikishlar uchun esa mehmonxona, aloqa xizmatlari va transferlarni taqdim etish kerak. Yangi qoidalar faqat Rossiya aviakompaniyalariga nisbatan qo'llaniladi. Xorijiy aviatashuvchilar o'z qoidalari va xalqaro shartnomalarga bo'ysunadi.